Qani assalomu shu yoqqa qarab kirayni qanmar bu. Mana bu teplasta ekan. Qani kim bor buncha bironta bormi? Bor yuraylik. Ha, bormi ha? Hojiboy yuring. Ey, assalomu alaykum. Alaykum salom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bo'ladi, yaxshi, o'zingiz zo'rmi aka? Men bir blogerman, Tojikistonlikman. Xush kelibsiz aka, nima xizmat? Shu bodringlarni bir ko'rsak edi. Ko'rmoqchimiz. Ko'rmoqchimiz. Qanday Do'kon shuning bir ma'lumot bersangiz, bodring qanday qiladilar? Biz ham shu Tojikistonga borib Qanday- ekishtiraylik shu narsalarni. Qanday teradilar, qanday Qanday maslahat? maslahat kerak sizga? Ekishtirishgami yo terishgami, sel hosil bo'lsin? Sel hosil bo'lishiga. Avvalambor assalomu alaykum. Aha. Baxtiyor aka, bizni Serpo Podmoskva shahrimizga xush kelibsiz. Aha. Biz mana shu kattalarimiz bo'yicha 3 yildan beri stajyormiz, ishlab yuribmiz. Hosilchiligimiz birinchi nima deydi? Qisqich. Birinchi ko'tarishimiz. Ko'tarishimiz. Salgina kechikdik. Aha. Xudo xolasa to'g'rilab olamiz. Mana bu ikkinchi qisqacha chiqqan Hosilga hosilimiz. hosilga Ha, kirganmi? birinchi hosilimiz mana shu. Bu bodringimizning ismi Qani olingiz, qani bodring. Luxavesh. Luxaveskimi? Qani. Ha. Luxavesh. Luxaves sort ekan, zo'r sort ha? Shunda. Shirin sort ha. Kadiga payvon qilinganda bu mana pasi kadi. Pasi Aha. kadi. Kodiga payvon qilingan. Ha, kadiga payvon qilingan. Oshqovoqqa payvon qilingan. Osh Tepasi, ha, tepasi bodring. Bodring Agursi, payvon qilingan ha. Payvon Bu qilingan. bodringimiz qancha hosil beradi bir mana shu bog'a? Bu Endi- bog'i sezonga keladi. Bittasidan o'rtacha 18 dona bodring terasiz. Bitta yoradan. Ha, bir Bitta tergan. ko'chatdan, ha. 18 dona. Значит 100 kilogacha hosil Ha, berganda. Xudo xolasa Bitta 70, 80, 100 ga yaqinlashadi. Endi sizdan biz maslahat olmoqchimiz. Ha? Qo'shni Tojikiston davlatidan bizni hurmat qilib shu yerga kelibsiz. Aha. Sizni fikringiz qanday? Buni qanday yo'nalishlar bor? Yer haqida qanday ma'lumot bera olasiz? Bu Qo'shimcha yer ish bo'lsa haqiga qo'shimcha yoki dori hosil- ko'proq, dori berasizlar ko'proq. dori beramiz. Bu yerga birinchi marta ishlashimiz. Bu qumli yer ekan, pisov deydi-ku. Sizning yerlarni qumlar Qumli- suv berishlaring kerak. Ko'proq suvda Ha, ko'proq suv berishlaring kerak. haftasiga bir marta suvlash kerak. Issiq bo'lgan paytlar haftasiga 2 marta. Ha, qancha suv Keyin ichsa bizga mana qurimaydi. daryo yaqin, o'rmon yaqin, hasharot ko'p. Hasharotga qanday maslahat berasiz? Necha kun Hasharotni yaprog'iga urishga kerak haftasiga. haftasiga? Tavsiya etilgan dorilari bor. Ha, haftasiga ursalar. Retseptlari. Reseptlarni Yaxshi yozib saqlab berasizmi? Reseptlar. Reseptdan yozib beraman. Xudo xolasa inshaalloh. Buni zavod Necha kun shu yerga bo'lasiz aka? Ha, yana tag'am aylanib kelaman, qabul olaman sizlarni. Inshaalloh. Bironta shu soha bo'yicha ishlovchilaringiz bormi? Bizga davr moment ishchi kerak. Nechasi oylik berasizlar? Oyligimiz 85 ming. O'rtacha oyligimiz. Ha, Boshlanishi. Yotoq, uni Yotoq joy bor. Bittani o'zini 85 mingning ichidan kim xohlovchilar bo'lsa qo'shimcha parnik beramiz. Aha. 100-120 minggacha oylik. Bundan yana xaltirasan bormi? xaltura bor, Xaltura gazel bor. ortishi bor, qo'shimcha bodring korobkasi terishi. Buni ayol opalarim bilan ham bo'ladi, ayollar ham bo'ladi. Ayollar Mana ham teradilar, tamommi? terib ko'tarish, bargini yulish. Margini yulish. Shu Qiyin ishlar. ish yo'q. Xullas kalon qiyin ish yo'q. Biz O'zimizni akalari ekan, shu O'zbekiston bachalari qo'shi joy. Bizni hurmat qilib kelibsiz, rahmat aka. Shularni bir ko'ray deb keldimda. Rahmat aka, bo'ringizga shukr. Kontent qilib bir ko'rib, bachalar bir ko'rsinlar. Mana bachalar, mana shu akamni o'zingiz kim? Firdavs. Firdavsjon akam. Shu akamga bitta like, bitta podpiska bosib, kommentariy yozasizlar. Rahmat. Mana shu Sizlardan akaga- kutamiz, akani qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa yaxshi natijalar kutamiz. Inshaalloh. Ishlaringizga omad, charchamang. ishlaringizga omad, barakah. Ijodingizga Barakah. ijod qo'shilsin. Inshaalloh. Muvaffaqiyatlar tilayman aka. Mayli. Xush kelibsiz bizning gorodga. Rahmat Xo'sh. sizga ham. Mayli. Bo'ladi aka.